kuniga 120 mingdan pullarni to'laysan. 4 yil to'laganingdan keyin nomingga o'tkazib beraman. Ukamligingga qarab o'tirmayman. Amallaymiz, asabiylashmang. Mashinada o'tordingmi? Mana mashina. Kuniga 120 mingdan qo'yasan, bir kun to'lamasang mashinani olib qo'yaman. Hop aka, ishdan chiqib kechasi kiriqib bo'lsa ham amallayman. Ya qara, seni alakani ipida yuraman. Orqangda olib kelding pulni. Voy, men pulingni sendan qarz bo'lmasin-da odam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Ana mashina. Mashinam ustida edi. Akam bilan birga qaytib o'tdi. Sen kecha nima yaringni bermading? O'xshamadi-da aka. Bor, hozir gaplashamiz uyga. 1 2 3. Ukalaringga ham arendaga berasan mashinani. Saharlashmay, men to'liq olib keldim. Ha? Qoch shaqqa. Aka, nochda kira qilib rulda uxlab qolma. Svetoforda turgan 6 ta mashinani urib yuborma aka. Tez yetib keling. Yo'q. Mana mashina meniki. Men shuni sotinglar-da, 6 ta mashinani to'g'irlashga ketadi, xudo xolasa. Voy, pochka. Nima bo'lyapti? Voy, o'lmay qara. Chito'yma. Voy, yordam chaqiraman. To'g'ri ketyapti. Uyga yurgan. Analiz javoblar chiqdimi? To'g'ri kelarkanmi? Hammasi to'g'ri keladi. Pochkani bemalol o'tkazsa bo'ladi. Faqat bu operatsiyadan keyin siz og'ir ish qilamiz. Mayli, jigarimni saqlab qolsak bo'ldi.